So'rashyapsiz. Bir oyda telefoningizga qancha rasxod qilasiz? Bir oyda o'zimga Telefoningizga 60 ming. 60 ming. Nimalarga? Chexol, stiklo, telefon pul tashlashga? Yo'q, telefonni o'ziga tashlash. Telefonni o'ziga tashlashga. Travel rasxod qilasizmi? Oylik to'lov qilaman. 100 mingdan ortadi. Ko'p emas. Plus minus ustasiga endi 3 oyda 100 ming deylik. 3 oyda 100 ming. Telefoningizga bir oyda qancha rasxod qilasiz? Endi hamma yo'q bilan usta pustami, chig'ol stiklomi, pul tashlash bilan. Keldi, Misrdan. Xo'rlayvermang, mening ham uvolim bor. 300 ming bo'lsa kerak. Masalan, nimalarga? Pul tushiraman xolos. Uchirishda o'zi 300 ming. Chexol, parfumlarga-chi? Ha, ularga ham misol uchun sinib qolishi mumkin, bitdagi anaqasi. Ularga ham 100 ming bo'lsa kerak bir oyda. 50 ming pul tashlashda o'ziga chexol stiklolar boshqa narsa ishlatmaysizmi? 100 ming. 100 ming. Nimalarga? Shu internet, gaplashish xolos. Chexol stiklolar ham общий naушникlar-chi, nechta общий? Men bunaqa narsalarga ko'p ham ehtiyojim yo'q. O'g'lim, to'g'risini aytaveraman-da. Shu gaplashaman, internetdan foydalanaman, shu xolos.